Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asos 17-qismlik darsga xush kelibsizlar. Biz bu qismlik darsda sonliq ma'lumot tipini o'zaro o'zgartirish to'g'risida to'xtalamiz. Buni inglizcha type casting deydi. Casting. Bu casting degan gap quyish degan gap. Masalan, metallni quyimizg'u, oltinni quyib shaklini o'zgartimizg'u. Bir narsani quyib shaklini o'zgart, shuni quyish degan gap. Yana tip quyish desanglar bo'ldi. Yoki yana nima deydi desanglar? Type conversion deb ko'rishingiz mumkin. O'zgartirish, tipini o'zgartirish, sonliq ma'lumotlarning tipini o'zgartirish. Mashqisi bir gap. Odatda Pythonda ikki xil tip o'zgartirish bor. Birinchisi implicit typecasting deydi. Implicit deydi. Bu gapning ma'nosi aniq bo'lmagan degan gap. Implicit typecasting yoki conversion. İkincisi aniq bo'lgan. Aniq yoki aniq tip o'zgartirish, ya'ni noaniq tip o'zgartirish, aniq tip o'zgartirish deymiz-ku. Uni explicit typecasting yoki conversion deydi. Ikki xil. Endi birinchisida biz birinchisini so'zlaganda bu aniq bo'lmagan degan gap ma'lum bir narsa qanday biz maqsadlik yoki bevosita o'zgartmagan. Bu nima degan gap desanglar, masalan, Pythonda sonliq ma'lumot tipi qo'ygan cheklama Java qatorliq boshqa programmalar tiliga qaraganda unda kuchli bo'lmaydi. A deyli 43 deyli. Nima? 34. Bu qanday int. Bu int butun son. B deyli 45.6 deyli. Bu nima? Float. Bu kesir son. Bularning tipini topsaqmi, masalan, A type B. A'ning int, B'ning qanday? Float. Bu o'xshamaydi. Ammo biz C deb A qo'shimiz B. Intni float qo'ysak yoki butun sonni kesir son qo'ysak qanday bo'lib ketadi? Amaliyotda kesir son bo'ldi shunaqa. Python uni ne qanday? O'zi biz bevosita aralashmasakmi, biz o'zgartmasakmi o'zi avtomatik tipini o'zgartirib o'tadi. Buni biz implicit typecasting yoki type conversion deymiz. Uyg'urchasi aniq bo'lmagan tip o'zgartirish. C anada ekan. Bu C'ning tipi nima? Qarasanglar. Mana C'ni yozmabdim. C 79.6, buning tipi qanday? Float. Ma'ni qanday? O'zgartirib o'tdi. Hamda deydim birini olay. Buni hello dey, bir string qilay. Biz F deb turay. A ga D ni qo'shsak, 5-qurdik A ga 14-qurdik D ni qo'shsak, nim bo'ladi? Xatolik ko'rildi. Chunki biz soni bilan bu harfni qo'shib olmaydi. Odatda 5 ga nonni qo'shsa nim bo'ladi degan olmaydi, shunaqa. Masalan, chunki 5 son. Non degani bu harf yoki so'z. Bunda holatda cheklimligiga. Hamda
iniq biz iniq tip o'zgartirish degan nima? Iniq tip o'zgartirish. Buni qanday o'zgartamiz desanglar? Biz diqqat qiladigan biz bilish tegishlik 3 metod var buningda. Masalan, int and then float and then str. Str degan string. Bu üçü bir-biriga aylantirdi. Biz ini qilib bevos aylantiramiz. Masalan, x desam, x ni bir butun son biray 5. Ben bu 5 ni qanday qilmoqchi? Kesir songa aylantirib o'tmoqchi. Buni men qanday aylantira olayman desanglar? Float x. Bunu besib chiqarsa qanday? Mana 5 ni 0 olib chiqadi. 5 ni 0. Yoki y ga 67.12. Bu float bu. Shunaqa. Bu float ni men qanday qilib int ga butun songa aylantirmay atsanglar, int ning ichiga saqlan bo'ldi. Int ning ichiga ilib buning tipi o'zgaradi, ammo butun son bo'lib ketdi. Endi masalan bir 56 deb bir string yozayman, string ma son emasa. Bu string. Masalan buningki tipi qarsaqmi? Mana str deb chiqadi. String. Buni men string ni ham songa aylantirman, int ga. Qanday aylantirman? Asallam. Bu hamda songa aylandi. Ma'ning tipi ham sonliq ma'lumot o'zgaradi degan gap. Undan boshqa masalan list deyli. My list deyli. Bu ne? 4, 5, 6 deyli. Bunu men tuple aylandırmoqchi bo'lsam qanday qilaman? Ishkilisini chiqarib ko'rsatib qo'yay. My list. My list listning shakli shunaqa. Ma tirnoqning shakli qaranglar, scopening. Endi buni men tuple qanday deb tirnoqdek. Tuple aylandırmoqchi bo'lsam my list. Mana tirnoq o'zgardi. O'zaro aylantirib o'tadi. Buni biz iniq aylantirish yoki explicit casting conversion deymiz. Bu bek ko'p qo'llandi. Masalan, sonni ma'ni unutib qolibdim. Sonni string aylantirmoqchi bo'lsak 66 deylik. Buni men qanday string aylantirib o'taman? str ning ichiga t ni. Andan keyin buning tipini bilmoqchi bo'lsakchi, son string aylandi. Ma ikki metodni men birlashtirib yozib o'tdim. Ma'ni anqiramagan bo'lsanglar, birinchi qitim 66 ni men string aylantirdim. Endi bu 66 niki tipi qarab baqsaq, mana str deb chiqdi degan gap. Bu Python'dagi sonliq ma'lumot tipini o'zaro quyish yoki aylantirish degan gap. Tip qo'yishmi deymiz, Uyg'urcha qisqartirib desak. Buning darsim shaychi.